Assalamu alaykum. German tili öğreniyotgan dostlar, yaxşımısızlar? German tili öğreniş safaringlar qanday ketib bardi? Bu videoda men german tilida sergöktat ismlarini qanday ifodalaymiz, yani nima deymiz, undan keyin shu ismning ko'plik shakli qanday bo'ldi va uyg'urcha ma'nosi, uyg'urchada nima deymiz, shuni tang tushuntirib o'taman. Agar uzun video ko'rishga vaqtinglar bo'lmasa, men qisqa videoni ishlab chiqarib qo'ydim. Shuni ko'rsanglar bo'ldi. Bilgininglardek bizning salomatligimiz bizning nima yeganligimiz bilan intayin zich munosabatlik. Shunga sergöktat mevjilarni muvofiq shaklda yeb sog'lom oziqlanishinglarni, salomat bo'lishinglarni tilayman. Darsimizga boshlaylik. Germanchasi, masalan, beshidan boshlab o'qib maqmiz. Xohlasanglar ergishib o'qisanglar bo'ldi. Die Tomate, die Tomaten, Pomidor. Die Karotte, die Karotten, Sebze. Die Möhre, die Möhren, Sebze. Die Gurke, die Gurken, Tarhamek. Der Pilze, Gümbemedek. Der Spargel, Sarabil, Mervaitgül. Die Erbsen, Yeşilpurcak. Yuqorida o'rgangan 6 so'zni endi rasmga qarab qayta bir takror o'qib chiqaylik. Die Tomate, Pomidor. O'qiblamayli. Die Tomate, die Karotte, die Gurke, der Pilz, der Spargel, die Erbse. Keyingi so'zlarga o'taylik. Die Kartoffeln, baranga, yanyo. Der Kopfsalat, die Kopfsalate, salatlik kalla kesivilik. Der Mais, die Meise, qo'noq. Der Maiskolben, die Maiskolben, qo'noq. Die Avocado, die Avocados, avokado. Die Artischokken, enginar. Bunu uyg'ursini topamadim. Turkchada enginar deydi. Shunga turkchisini yozib qo'yib turdim. Die Petersilien, Yevropa kirapchisi. Bu turkchisi maydanoz. Ya'ni yuqorida o'rgangan so'zlarning rasmga qarab qayta bir o'qib chiqaylik. Die Kartoffel, der Kopfsalat, der Mais, die Avocado, die Artischocke, die Petersilie. Davomlashtiraylik. Die Zucchini, Seykavsi. Die Auberginen, Pidigen. Die Selleries, Karapsha. Der Lauch, die Lauche, Rolpiyaz, Sonpiyaz, dining iyi chiqib qopti, o'zinglar to'liqlayinglar. Die Frühlingszwiebeln, yeşil piyaz, yosh piyaz, biz ko'k piyaz deydigan endi. Yuqorida o'rgangan 5 so'zni yana rasmga qarab bir o'qib o'taylik. Die Zucchini, die Aubergine, der Sellerie, der Lauch, die Frühlingszwiebel. Yana davomlashtiraylik. Der Brokkoli, die Brokkoli. Der Blumenkohl, die Blumenkochle, aktijeksey. Die Paprikas, qizilmuch deb yoziladi, ko'kmuch, qizilmuch ikkisini, ya'ni laza, ya'ni biz kunlik tilda ishlatadigan. Der Knoblauch, samsak. Die Knoblauchzehen, samsak. Die Zwiebeln, piyaz. Bu so'zlarni rasmga qarab yana bir ismini o'rganaylik, bekrak ismimizda qaylish uchun. Qayta o'qib chiqaylik. Der Brokkoli, der Blumenkohl, die Paprika, der Knoblauch, die Zwiebel. Keyingi qismiga davom qilaylik. Das Radieschen, die Radieschen, qizil turib. Die rote Beete, qizilcha yiltizi. Der Kürbisse, kava. Die grüne Bohnen, yeşilpurcak. Der Spinate, palek. Die Oliven, zeytun. Qayta rasm qarab o'qiylik, bekrak ismimiz qoldi. Das Radieschen, qizil turib bu. Die rote Beete, der Kürbis, die grüne Bohne, der Spinat, die Olive. Bu videoda german tilidagi sergöktatning ismini sal tafsiliy shaklda, ko'plik shakli bilan aniki rasmga birlashtirib tushuntirishga tirishdim. Inshaalloh sizlarning german tili so'zlik xazinalarining beyishiga yordam bo'lgandi. Amsi keyingi videoda ko'rishaylik. Tschüss.